Ekologiya vazirligi Ekonazorat. Mana bugun 22-may. Mana shu arada kecha o'zim tozaladim. Shu bolalarim, nevaralarim cho'miladi desam, ahvoli qarang. Ertamandan beri qora suv kelyapti. Kim bunga chora ko'radi, vazirlik deylar. Shu qiyinmi Andijonga telefon qilishi? Shu bitta ariq bor ekan, katta ariq. Shuningda mana shunaqa holat bu. Ariqni bu yog'i mana qarang. Endi eshigimgacha tozalangan. Bu holatga bir chora ko'r deyishdi, ilojisi yo'qmi endi? Hech bo'lmasa oilayda halollab qo'yinglar, ey. Oylik olyapsizlarmi? Vijdoniylarga havola endi akalar. Biz mana necha marta signalni beryapmiz. Hali ruscha aytganda po bo'lmasin endi.